o'zbek baquvvat bo'lgan eskidan. Bilasizlarmi? O'zbeklar baquvvat bo'lgan. Oyoqlari ham yiri bo'lgan. Futbol nimaga o'ynamaymiz? Mayda ish juda. Futbol juda biz uchun mayda ish. Bizga mumkin emas futbol o'ynash, oyoq-oyog'ini sindirib yoradi. Bizga mumkin emas futbol o'ynash aslida. U futbolda o'sha Yevropaliklarga beravering, juda mayda ish. Mana Messi mayda. Bizda u Po'lat akalar bor-ku. Yaxshimisizlar yigitlar deganda qo'lda o'ziga siz bekorchi odam emassiz. Sizda tabiat bor deb nima deb maqtashni bilmaysiz haligi odamni. Oxiri urush bilan tugamasin deysiz-da. U odam bilan urushib qolgan odam bor-ku, ko'chib ketmaguncha qutulmaydi. Qo'l juda baquvvat. Olimpiada so'zi o'zbeklar qo'yib ketgan desam kim ishonadi? Olimpiada 124 yil oldin Afinada, Gretsiyada bo'lgan. Ikkita o'zbek mahallani ichi bilan borib qatnashib kelgan. Yur boramiz deb yur. Boryapti. Olimpiadani birinchisi 124 yil oldin birinchi marta bo'lyapti. 6 ta sport turidan qatnashyapti biznikilar. Meni ham yozib qo'ying. Shokirov. Nimadan? Bilmayman, farqi yo'q. Qaysi sport farqi yo'q aka? Bunda qadammi? Aka farqi yo'q. Go! Diyordi Ali negir. Bu aka bundan keyin nima ekan? Qo'l tog'larda ko'tarib yurgan qo'li u. Bitta o'zi traktorda surib qo'yaverardi. On traktorni nariga olib qo'ying. Yuradimi, yurmaydi. Bo'ldi qo'yavering. Shu yurmaydigan narsalar itarib qo'yadigan aka u. Po'lat. Baquvvat. Oy, o'zida nima gap? Deb haligini chochiverdi. Bunday qilib aylantirib yuribdi. Tosh ko'tarish, meni ham yozib qo'ying. Ko'tarilarni yomon qilamiz biz. Keling. Unaqa surmaysizmi qo'lingizga un? Qo'ysiz-chi oxliqni nima qilasiz? Unaqa mayda qo'llarni bunaqalar qilib, bitta qo'ldami deydi, yo ikkita qo'lda dedi. Ha, men bitta qo'lda deyotibman. Ikkita qo'lda bemalol. Deb, eva. 6 ta sport turidan birda olibdi. Ana xo'jayini chaqiribdi, "Mana kim?" debdi. Bilmayman, yaxshimisizlar yigitlar, sizlar? Yaxshimisiz? Qayerdan keldilaring? O'zbekistondan. O'zbekiston, hozir kartani oching. Afina, voy. Qanchada keldilaring? 4 yilda keldik. Oting nima? Olim. Nimada kelding? Piyada keldim. Shuni nomini berib yuboring. Olim piyada. U o'zimizning olimlarda u. Hozir ikkita olimlar chiqqan, oldin olimlar aytayapman qishloqlardan chiqib kelgan. Hozirgi olimlar shkafdan chiqib kelyapti. Oldingi olimlar ustozlariga farzandlaridek bo'lgan. Onalariga ukalaridek bo'lmagan. Oldingi olimlar ilm, ma'rifat olib kelgan. Qo'l olib kelmagan. Olimpiada xullas o'zimiz nom qo'yganga o'tib ketdi. Kurashdan ham qatnashar ekan u aka. Kurashdan, to'xtang, nomimizni berishdan oldin bitta kurash. Kurash meni tug'ma kasbim u. Xavotir olmang, men qara endi hozir nomimizni ham berib yutqizib qo'ymagin. Tek o'tar. Qaysi bir ikkalasini hammi? Yo'q, bittasi sudya. Ikkalasini ham yiqitavering. Yo'q, haydaveradi bizni. Ana kattanimi? Ha. Yaxshimisiz aka? Deydi, so'rashmadi u. Maydadan ushlab oldi keyin. Endi qo'l juda kattada, uni arqonga maydalashmadi.
hali narigi polvonni manetidan ushlab olibdi, yog'idan. U bilgan yo'q, arqanda u kiyimni o'ylayapti. To'xtab turing aka. Diyorda haligi nigeriyalik bor ekanda. Unaqa qilmang deyolmayapti. Og'riyapti manitimda o'zbekchalab bilmayapti. To'xtab turing. Shimaryapti, orqa tugadi. Manet boshlandi o'sha. Orqa do'mboq aka edi. Akani ozg'in qilib qo'ydi. To'xtab turing, shimaryapti. Shunday ko'taruvdi, qora chiqib pastga ketdi. Qanday qo'yay dedi. Qanday qo'ysam to'g'ri bo'ladi buni dedi. Manetida turibdi. Studiyaga qanday qo'y dedi. Tashavvaravering o'tdi dedi. Iyagini baylab qo'ysak bo'ldi uni dedi. Men xudo xolasa o'zbekchani o'rganaman dedi anu. Qo'yvor bilan og'riyaptini. Bizni o'zbek bilan hazillashmaysin. Mana boksyorlarimiz chochib yuboryapti borib. Manaman degan boksyorga o'zbekistonliklar bilan tushasanmi desa, bu hafta emas. Keyingisiga qo'ying meni. O'zbekchalar Bektemirlarni yodlab oldi ular. Bektemir bilan tushasanmi? Uyda bo'laman men deyapti. Bir chiroyli obro'yini to'xtatib qo'ymaydi deyapti-da. Biznikilar endi bilasiz, o'tib ketgan og'riq. Qani harami? Bitta o'zi uraveradi. Chochva 13 ta oltin. Bo'lam bo'lmaydimi? Paralimpiyachilarimiz qolishmaganini aytmaysizmi? 13 ta medalni ular ham olib keldi. Butundan qolmadi. Men uyalib ketdim butun yurganimdan. Butun yurib qilalmayapmiz, butun yurib. Qaysidir kamchiligi bo'lsa ham, o'sha nuqsonidan ham foydalanyapti qaysidir ma'noda. Biz butun bo'lib turib qilayotgan ishlarni ularga kamchiligi bo'lib turib oltinni olib kelyapti, oson emas. Nimaga? Siz duo qilyapsiz. Biz duo qilyapmiz. Onam duo qilyapti. Meni mana shu oldinchi qatorda, oldi qatorda meni ham ayam, dadam o'tirishni rosa xolaganman. Xolamagan deysizmi? Xolaganman. Lekin Parvardigorga kerak ekan olib ketdi. Onam bilan otamman. Men aytayapman, meni orqamda odamlar bor. Meni orqamda otam o'lib ketmagan, onam o'lib ketmagan. Meni orqamda xalqim o'tiribdi.